Salom bolalar hammaga. Bugun videomizda men sizlar bilan craft ertalab turganimdan sizlarga videoni yo'qdim. Chunki YouTube kanalida yaqinda ham video bo'lgani yo'q. Shuning uchun biz video olish uchun shaylandik. Qanaqa videoligini hali o'zim ham bilmayman. Videoni o'zlaring bilib olasizlar. Bo'pti hammaga. Hozir o'zgalarga keyin videoni yo'qaman. Let's go. Tak hozir endi ustimiz isib ketibdi. Sırada onu ketmonimiz yo'q, aytgancha qo'shnidan so'rab kelamiz. Qandaysan, craft boy? Yaxshi. Tak. Endi anime. Qara, menga bitta ketmon berib tur. Xo'p. Ana nima? Xo'p. Unga tegma. Sen rahmat. Olmos qayerdan olding? O'zim. Mer olib kirsam o'zi. Nima qo'radi? Mazga demiradi bir soat. Bugun ikkalamiz ish kunimiz, ha? Yaxshi. Qanaqa olib? Voy craft boy. Bugun qishloqimizda mish-mish eshitdingmi? Qanaqa mish-mish? Eshitganim yo'q. Qishlog'imizda nima? Qishlog'imizda yaqinda qanaqadir monsterlar kelar ekan deb eshitdim men. Qaysi? Kim aytdi dedi? Kim aytdi? Boyaga qishloq aytdi. Qani boyaga qishloqi? Ey! Uzr, mana to'g'ri beraman. Qani boyaga qishloq? Xo'p, nima bo'pti xo'p? Nima qilardi ular? Nima qilib ketadi ular? Men ham bilmadim, kechqurun hujum qilargan. Mana shu yerda boyaga qishloqi. Kerak bu emasku, bu Alexku. Bu Alexmi? Shu Alexmi? Da, Alex. Urasmi nima? Urasmi? Bilmadim, o'zida kim menga kompliment. Da, garaj ketdi. Bunaqa mish-mishlarga ishonmayman o'zi. Ekinlar ham chiqmabdi. Ekib turinglar, mana o'zi ko'p chiqibdi-ya, bo'ldi. Mana non tayyorlayman. Biz ko'p chiqdi, mana shuni olish kerak edi. Naridan bekor jo'g'ib o'tirdik. Qishloqda ekib tashlaydi endi. Garajga o'tganimizda men ishonmadim. Umuman narsaga. Короче, мы yo'q, sen shuna o'raydigan jitillar bor bizda qishloqda. Endi ekinlarni olib turib merga olib boramiz. Sразу chiqyapti. Haliga bunday tak sразу ekib tashlagan. Bizda qishloqda unchalik sabzavotlar rivojlanmaganda kartoshka bilan ekilmaydi bular. Olimmi bular bilan olim tovuq deganlardi. Kaltalarni olmadim. Ularni merga olib borib beraman. Bugun oyligini beradi mer. Kallasiga oyog'im meram quturganishki. O'zi. Assalomu alaykum mer tog'u mer tog'u. Mana sizga hosillarni olib keldim. Sog'liqlar dey. Qani savz? Savz yo'q ekan bizda hosil o'zi. Sandig'imga solib qo'y. Bizda hosil kambag'al-ku. Bizda hosil kambag'al o'zi. Biraz kambag'alligini. Shunisi yo'q. Qoch. Pulni bermaysizmi? Qancha edi? 24 ta olmos kichkinasidan. Ana kattasidan bersangiz ham maylimi? Umrimda birinchi marta ko'rishim. Bermaysizmi mer? Az qishloqdan haydayman. G'layimsiz? Qo'lingga o'taman o'zim. Wow. Bor ana animega ham aytib ketsin tez hozir. Wow.
Zır Ali ve hayacanlar. Ama Murat'ki hazırla var ki. Masing. Sandıkka sakar. Murat'ta şuraya tasmali. Mesela ozgene küstürüş yere geldi. Ozgene damı olay. Buğday kanı. What the hell, bro? What the hell, bro? Koçada neler böyle? Nima bo'lyapti bizda qishloqda? Nima bo'lyapti? Normal aslah olmaymi? Mazza qilib turib oldim ha. Voy. Bu tepada ob-havo ko'rib kelaylik. What? Yürü bağı. Asla hareket. Kiler. Bollarga tez yetkazish kerak bu nima bo'layotganini bilmayman. Bollarga yetkazmoqchiman. Hamma asla olay. Boyliklarim. Bize telefon degan narsaning o'zi yo'q. Fakir amına sana olaylik. Kerak bo'ladi. Hammasi. Kallacham. Wow. Yo'q. Yomon. Ne qo'chinglar. Qo'shdim men. O'ldirmaysigim yo'q. Shuni bo'lay. Nima bo'libdi? Meni uyimga olib ketdi. Ma. Silinlar qayerdan keldi? Ertalabda qanday monsterlar chiqyapti? Alime. Alime qayerdasan? Yordam ber. Yordam berolmadan ketdim. Meni uyim yonib ketdi. Yok koç gerek bulardan. Koçmasayım men. Laylo. Kulaklarım titrayapti. Laylo chiq, men senga yordam beraman. Men uzoqda sizlarga yordam beryapti. Laylo, eshityapsanmi? Kichkinachalar shuncha jo'ni ketkazyaptimi? Ketkazapti. Laylo, eshigini och. Voy. Eshigim yo'q singan. What the? Yaxshimisiz bolalar? Yaxshimiz. Meni uyim yonib ketdi. Qochamiz. Yur, silinlarni o'ldiramiz. Jafar. 1, 2, 3. Yo'q, men Qilichim yo'q. Asliqalarni olmadingmi? Davay. Layloni uyiga kiringlar. Ket. Voy, ovqatlar nazlani olaylik. Hamma narsani olaylar. Olinglar meni narsalarni. Ma. Chichi. Hamma zumradlarni oldim. Ketdik. Qoch. Hammani o'ldiramiz. O'ldiringlar. Bunaqa uylarimizni yonib ketishlarini. Yonyapti. Ular yotib o'linglar. Voy. Jafar, ehtiyot bo'l. Oğlum men narsa yasalar. Silin bilan jang qilyapman. Silin o'lmayapti. Silinlarni oldilar. Tug'adi-da. Davay. Yo'q, men ikkinchi uyim. Men bulardan qasosamasam, men o'zimga kela olmayman. Va men boshlar. Chichi. Bitta oltin olmadan yeb olamiz. Yana hujumga. Uyim yonib ketyapti. Yonadi-da. Biz uyimiz kulga aylanib yo'q ketdi. Orqamdagi uyimni kulga aylanib ketdi.
Gözü bana silinçalar kichkina gelip vurulmayapti. Yo'q. Tepadagi gazlarni o'zing hal qilaman. Men uyimdagi Jafar narsalarni senga yapishmoqchidan cho'chqa. Men uyimdagi narsalarni o'yla. Oldi. Aslihalar bor ekan. Olganman. Ovqatlarni olayli. Olganman hammasini. Oy, nima bo'lyapti axir bu yerda? Jitillar qolmadi, bir ikkita qoldi. Lekin Mana ularni bu yerda bor. Menga yordam beringlar, Kraftboy. Qani? qayerda u? Bilmayman, qidiryapman. Yo'q. Yashinib olgan. Qo'rqyapti. Muslim. Jitillar hammasi yo'q уже. Oy. Mana. Ha, Yo, menga yordam beringlar. To'xta, ke. mana jitil. Ha. To'xta, Layla. Menga yordam bering. Qoch, yaxshi jitil. Mashada tur. Rahmat sizga, Kraftboy. Yo'q, qochma. Mayli. Men qo'rqinchli ekan. Bo'ldi. Hali sen bu jitilga qaramay, qolganlariga qarayveraman. Voy, oltin. Aslahlarni o'rayapar. Men Ketdik, uyimda Jafar. aslaha to'lib yotibdi. Qayerga? Bo'ldi, siz biz 4-qishloqqa ketishimiz kerak. 4-qishloq xavfsizroq hozirda. Keting. Men o'laman. Ket. Gazlar bor. Qochina, jitil. Sen ehtiyot bo'l. Tushunaymi? Men senga shunaqa gaz tepadan kelyapti, hozir bo'linglar. Bo'ldi, men ketdim. 4-qishloq sal xavfsizroq. Men o'rtoqlarimni tashlab ketishga. Jitil, yur. Tashlab ketdim. Yur, men orqamdan yur. Yur, jitil. Yo'q, mening onam o'ldi, men ham o'laman. Yo'q, mening onam o'ldi, men ham o'laman. Yo'q, men ham o'laman. Yo'q, yur endi, jitil. Unchalamaysan. Voy, Men to'rtinchi xohlamayman Yo'q, ketishni. zur, jitil. Yo'q, zur. Men o'zimni o'ldirib qo'ymasam bo'ladi. Meni Jitil. o'ldir. Yo'q, jitil. Bo'ldi, O'ldiraman. meni o'ldir. Iltimos, kechir meni. Yur, ketdik. Men orqamdan. Qishloqni qara. Sheriklarim kelmayapti. Sheriklarimni tashlab ketishga uyalaman. Yo'q. Motor. Ot. Oy, bitta joni ketdi. Men o'ldirdim. Yo'q, o'q qo'yyapti. Menda olib kelishimga to'g'ri keladi. menda bor. Ber. Sen baribir otishni bilmaysan. Bilmayman. Cho'chqa bilan. Hozir o'zini o'qini O'zimiz o'lamiz hozir. Bunaqa ketish bo'lsa. 4-qishloqqa yur. Birinchi mana gazlarni yo'qotish kerak. Bu qishlog'imizni tugatib qo'yadi bular. Bo'ldi, ketdik. Bo'ldi, yuguringlar. Ketdik. Men sizlar uchun o'zimni o'ldirgan. Ana tayyor. Laylo, hozir o'lasan. Ustingni yo'q. Ketdik. Bu qishloqdan ketishimiz kerak. O'zimiz qishlog'dan farq ketishimiz kerak. Qishloqmi bu? Ketdik. Lekin jetelga ahlim kelyapti judayam. O'zi aytdi, men shuning uchun o'ldirdim. Yo'q, o'ldirmagan bo'lardim. Men yaralandim. Men asta boraman. Sizlar boraveringlar. Yura, nima? Qayerga ketding? Hozir boraman. Sal men yaralandim. Laylo, qoch. Keyingi qishloqqa ham keldik. Mer, qoch. Yo'q, yarimta jonim. Yordam. Men gazlarni o'ldirishga shaylanyapman. Bo'ldi, men ham yordam beraman. Senlar meni qishlog'imni vayron qilganingga o'zinglardan ko'ringlar. Yuguringlar.
Bo'ldi. Sen yugur. Biz kelsak kelamiz, kelolmasak kelolmaymiz. Ketdik. To'g'ri yur. Boraveringlar, men keyinroq. Qo'sh. Siyib kelasan. Tez. Ozgina toza havoda o'tirgim kelyapti. Mening 4-chi qishlog'im. Mana shu uyga kiringlar, xona ekan. Hey, sizlar nima qilasizlar? Biz shahardan o'zim javob bersanglar bo'ladimi? Bu yetim. Albatta, olsanglar bo'ladi joyni. Bemalol o'tirishinglar mumkin. Faqat uy qurishinglar kerakda o'zinglarga. Bizda yetishmaydi. Bizga bloklar juda ham uy qura olmaymiz. O'zimiz beramiz yoki daraxtlardan chopsanglar bo'ladi. Xo'p, Qayerdan keldinglar? biz ikkinchi qishloqdan keldik. Ikkinchi qishloqda ahvol yomon juda ham. Bu yerda juda ham gazlar va boshqa maxluqlar bizga hujum qilishi uchun biz yoqqa keldik. Men yerlaringni taniyman. Yerlaring qani? Mana Laylo. Mana. Gaplashamiz. Keling. Iltimos bizning aholalarimizga joy bering. Mayli, sizlarga bemalol joy berishimiz mumkin. Hammanglar o'zinglaringni uylaringni tanlanglar. Sizga katta rahmat. Hozir o'zimiz xohlagan joyga kirishimiz mumkinmi? Albatta, sizlar uchun jonimiz fido. Laylo nima dedi? Bo'pti, hamma xohlagan uyga kirsin. Ketdik, bizni jitlar ketdik. Bo'pti, rahmat. Janob Xayr. Ketdik jitlar doy. Hamma o'zlarini joylariga o'tib Sen o'zing istagan joyingga boraver ekan. Rahmat. Istagan joylaringizga boring va o'zingizga Bugun polislarni to'lab olib olishimiz oling. Men kichkina uyda yashayveraman. Sizlar bemalol. Bu yerda yotoq ham Kirboy. Qanday Karl? Seni ko'rmaganimga ham ancha bo'ldi. Taxminan 2,5 yil. Men ham seni ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Shundan beri ko'rganim yo'q seni. Birinchi videoda mushukdan qochayotgan edi. Men senga yordam bergandim. Esinami? Yo'q, esimda emas. Bilasanmi, golemlarni o'g'lidi. Qishloqni o'lgan qishloqni otasi men edim. Yo'q, senmiding? Bilmadim. Ana shu paytda hamma qochuvdi. Nimaga sen qochmading? Men o'g'limni kutdim va 4-chi qishloqqa keldim. 13-chi qishloqdan ketib 4-chi qishloqqa kelishga qasamyod ichdim. Chunki bu yerda o'g'limni qabri ham bor. Xo'p. Ikkalamiz bitta joyda turarkanmiz. Ikkalamiz bitta joyda turmaymizmi? Menga farqi yo'q. Men o'zim yoqqa ko'chib kelganimga ham o'sha sen 1 yil bo'lib yoqqa ko'chib kelganimga uyim shahar. Senga joy beraman bemalol yotishingga. Xo'p. Unda men hozir do'stlarimni ko'rib kelaman. Yana kelaman oldinga, xo'pmi? Bemalol istagan paytingga kelsa bo'ladi. Tak, sening uying sal qorong'uroq ekan. Sal yorug'roq qilib bo'lmadimi? Xo'p, yaxshimi? Mana. Rahmat, Karaftboy. Hozir mayli. Bu ishni qiyini yo'q. Hatta maqtashading, ey. Jafar. Qo'shimcha joyi yo'qmi? Mayli-ki. Hozir menda bilasanmi, Jafar, kimni uchirtganimni? Kim? Qo'ldan bizda qishloqda bitta birinchi videomizda qotil bor edi-ku, Katboy. Ana shu qishloqda bitta bir yetilni o'ldirdi. Kichkina uyda. Ana shuni o'qtasini ko'rdim. Yo'q, qarildimi? Qani u? Mana narigi uyda. Oborchi, salomlasa. Mana. Qanday Karl? Karl qayerga bo'ldi Karl? Mana Karl. Karl. Yaxshi. Sog'liqlari yaxshimi, Jafar? Yaxshi. İşte beni ko'rishganimiz yo'q sen bilan. Bilaman. Sen qachondan beri o'sha qishloqda yashading? Bu yerda yana 1,5 yil yashadim va bu yoqqa yana ko'chib keldim.
Qanday sizga 1 yil? What the hell? Yer portlab ketdi. Keyin esa men bu qishloqqa keldim. Chunki u yer biz yana qishloqlar bilan yana qurdik, lekin u yer imkoniyat bo'lmadi, chunki u yoqda yana gazlar kelib portlatib ketishdi. Bizda ham bitta qishlog'imizda shunaqa bo'ldi. 2-chi qishlog'imizda shunaqa bo'ldi. Demak bu 4-chi animallar qishloqlar aro urush. Chunki bu bizning gaz va boshqa teleport qiladigan bazalardan bizni qishloqlarga hujum qilishadi. Chunki u yerda olmos va bolalar eng ko'p qishloqlarga hujum qiladi va eng kuchli askarlar tarafidan. Yomon bo'pti-yu. Bo'pti, men uyga Endi sizlar bu yoqqa ko'chib kelganlaring uchun bu bizni qishloqqa ham kelishi mumkin. Chunki sizlar eng kuchli o'yinchilarsizlar. Bizni serverdagi eng kuchli o'yinchilar sizlar ekan. Chunki shuning uchun gaz va boshqa monsterlar bizga hujum qilyapti. bo'ldi. Zafar divaning bormi? Yo'q, divanim yo'q. Biz seni himoya qilamiz. Qanday bo'lmasa, Bo'ldi, Karl. Men seni o'zim himoya qilaman. Karl, biz senga ishonamiz. Bo'pti, Karl. Bo'pti, xayr. Men buni uyda uxlab qolaman. Karl yaxshi inson lekin. Menga yoqadi. Karl bo'pti. Jafar ketdik. Hozir. Laylo nima qilyapsan? Men mana shu yerda yotaverman. Bo'pti, ozgina qornim och qoldi. Ozgina yig'lay. Bo'pti, bo'ldi. Men mana shu burchakda yotaveraman bolalar. Bo'ldi, yotaver bemalol. Ozgina yotib olay. Bular hammasi meni deb o'ylayotganini hech qaysi biri bilmaydi. Lekin ularga aytish vaqti kelganligini men ham aytmayman ularga. Chunki hamma monsterlar meni deb kelishardi. Chunki ularni qasos olish niyati nima uchun menga, boshqa o'yinchilarga emas. Faqat men bilan jamoalarga hujum qilishni bilasizlarmi? Sizlarga aytaman, lekin boshqa odamlarga aytmayman. Hamma monsterlar menga hujum qiladi. Ularga emas. Shuning uchun ular menga himoya qilishadi. Men esa faqatgina ularning eng katta bossini, ya'ni Ender Dragonni o'ldirganim uchun ular hammasi men uchun jang qilishadi va meni o'ldirmaguncha tinch qo'yishmaydi, hattoki spawnderlarimgacha. Nima deyapsan? Craftboy. Ishtimi? Uydan beri o'zing gapiryapsan. Uxla. Sen ozgina boraver, men o'zim Tezroq kir. qo'y bo'pti. Yoki monsterlar seni biror narsa qilib qo'yishi mumkin. Qo'y bo'pti. Bolalar, sizlarga anchadan beri aytmagan gapim. Bularning hammasi meni deb qo'yapti. Chunki agar men bo'lmasam, bu monsterlar hammasi yo'q bo'lishadi va boshqa hech qaysi qishloqqa hujum qilishmaydi. Men Craftboy, bu yerda nima qilyapsan? ishtimi? Nima o'zingni o'zing alahsirab gapirib yotibsanmi? Yo'q. Nima tezroq? Men bu yerda agar bo'lmaganimda hamma odamlar tirik qolgan bo'lardi. Shuncha qishloqlar tirik bo'lgan bo'lardi. Chunki hammasi meni deb bilgan. Bu qishloqqa ham ertami kechmi yana monsterlar kelishni boshlaydi. Craftboy, nima qilyapsan? Uxla tezroq. Men esa bu qishloqqa ketishim kerak. Alahsiranma. Laylo ko'rib qoldi, demak qo'rqondan kelishadi. Shuning uchun men bu yoqdan ancha ham uzoqlashib ketishim kerak. Uxlanglar tezroq. Ko'cha sovuq ekan. Lekin men To'xta, Craftboy, qayerga? Men seni orqangdan qidirib keldim. To'xta. kelma oldimga. Nega? Anima. Kelma. O'qizaman haqiqatan. Realniy vaqt. Otmaydi. Yo'q. Ket men oldimdan. Agar men oldimga kelsanglar, hammalaring monsterlar o'ldirib tashlashadi. Chunki bu Mayli. 3-animatsiya. Ketdik. Xo'sh deyapman. Ketdik Xo'p, deyapman. senga zarar bo'ladi. Ertalab bo'lib ketdi. Oyog'ingga o'q uzdi. Lekin sen ko'ryapsanmi, hamma monsterlar biz uchun jang qiladi. Senga emas, menga jang qiladi. Chunki ularning hammasi men uni xo'jayinni o'ldirganim uchun sizlarga umuman Mana bu gapni menga ham aytmaganman. hujum qilyapti.
anime, craft U boy, chunki qayerdasizlar? sen men bilan yurganing uchun u hujum qilyapti. Ketdik. O'rmonda monstrlar ko'payib ketibdi. O'rmonda? Yo'q, qishloqda. Boy ketdik dedi. Mayli bir kungina. Agar yana hujum qilishsa men sizlarni kutib o'tirmasdan ketaolaman. Chunki bular hammasi men uchun jang qilmoqda. Men esa sizlarga aytmoqchi emas edim bu gapni. Nima qilyapsizlar? Borlaring xonalaringga. Anime sen mening xonamga yur. Judayam sovuq ekan ozgina. Ularni oldida turay demoqchidim, suv bor O'tir. ekan. Ozgina dam olay. Ketdim. Yo'q, qishloqqa yana nima bo'ldi? Voy. Nima bu? Men qashqaga yordam beraman. Nima? Craft boy, sen jetonlarga Nima bu tenetalar? to'xta, anime. Uyqudan turganda nima bo'lyapti? Qani kim? Nima qilay? Qani odamlar? Jitil. Kel la'natsiz bo'lyapti. Ma, senlar nima yana keldinglar? Sizlarga nima kerak? Nima chiqib? Oxullar qani? Jitil. Jitil o'tib ketdi. Jitil. Ey Jitil. Qoch Jitil. Ma. Qani? Mening uyimda zombilar uncha ko'payib ketdi. Oy. La'nati. Hammangni avloding bilan yo'q qo'raman. Kimsan? Menmi? Sen drakonni o'ldirganingda. Men o'sha kuni seni ko'rdim. Sen endi o'lasan. Laylo qoch. Laylo sen qoch. Sen o'lasan. Men seni Yo'q. o'ldirmasam, qirol emas. Tinch ruhi bilan o'tirmaydi. Yo'q. Salom Jafar va Laylo. Sizlar bunaqa g'oliblikdan so'ng o'zlarini qanday his qilyapsizlar va yana bir sheriklaring qayerda? Sizlar shuncha monstrlarni o'ldiringlar. Shu savollarga javob beringlar. Shuncha paytdan beri qayerlarda edinglar va 5 ta qishloqni qutqarib qoldinglar. Biz ammo ana bu qishloqda saqlolmadik. Ammo jetonlarni hammasini saqladik, yarmidan ko'pini. Xo'p, lekin bizning bir do'stimiz o'lib qoldi. U portlab, ana bu Joker uni o'ldirib ketdi. Maniyak uni o'ldirdi. Chunki u maniyak drakonni bolasimi kimdir yemagan. Shogirdi bo'lsa kerak. O'shaning uchun ham u ana birovlarni ana qishloqlarni yoqib o'tiribdi. Bu qishloqqa ham kelmasin degan umiddaman. Albatta kelmaydi bu qishloqqa. Biz bormiz bu qishloqda axir. Endi craft boy yo'q-ku, nima qilasan? Sen o'lib ketishing mumkin, lekin men qochishim mumkin. Sen qochishing mumkin emas. Bor, zavolqchisan. Yaxshi. Bizga hamma ma'lumot berganingiz uchun rahmat. Jafar boy va Laylo, sizlarni olqishlaymiz. Rahmat sizlarga ham. Bizga agar ana bu nima deydi? Xo'p, 4-chi qishloqdagi mer bizga yordam bermaganda biz allaqachon bu yerda bo'lmas edik. Bizni monstrlar o'ldirib tashardi. Bizga 4-chi qishloqdagi mer joy berdi, uy berdi va biz o'sha qishloqdagi jetonlarni qutqarib qoldik. Laylo, sizga savol. Siz anchadan beri ikkinchi qishloqni beribsiz yo yaqindagina yoqqa ko'chib keldingizmi? Qanaqa ma'lumot beryapsizlar? Siz Jitil, nima uchun boshqacha ma'lumotlar beryapsiz? Ular hozirgi jangdan qaytishgan. Har xil ma'lumotlarni beravermanglar-da. To'g'ri. Sen Jitil, nima o'zing har xil ma'lumotlarni berayapsan? U hozir charchab kelgan, dam olsin. To'g'ri. Xo'p, Jitil, bizga uy ana bu meringdan so'ra uy bersa ozgina dam olaylik.
3, 2, 1.